Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun ajoyib chiroyli bir maskanga tashrif buyurdik. Bu joyimiz Rishton tumaniga qarashli Cho'lg'ara qishlog'i deyiladi. Ana shu joylar inshaalloh bugun chiroyli joy topib qo'ydik. Shu joyda obzorini qilamiz. Bu Cho'lg'ara qishlog'ini yana bir nomi Yigitpirim deb ataladi. Buni ko'proq yoshi katta, 40 yoshdan oshgan kattalar bu joylar yaxshi eslaydi. Bu hududimiz shu Rishton tumaniga qarashli oddiy kichkina qishloq, lekin Qirg'iziston hududida joylashgan ajoyib betakror shunaqa salqin joylar ekan. To'g'risi issiqdan qochib shu joyga keldik. O'ta shabada, odamga asayoq qilgan joylar ekan. Biz hozir markazdagi o'sha Yigitpirim o'yingohi, bitta o'yingohlar hamma yo'q joylar bor ekan, lekin bitta chiroyli bir joy topdik. Dam olgani bu joyda egasining ismi Rustam aka deyiladi. Rustam aka bu yerda o'sha qo'ldan kelgancha choyxona yuritib ish olib borar ekan. Bu joyda lokatsiyasi butun qishloqning nomi aytsak ekan, ruslarning dachasi esa chetga jo'natish ekan. Ya'ni bu oxirgi chegara. Mana shu ko'rinib turgan teraklar yog'i Qirg'iziston hududi hisoblanadi ekan. Bu где-то 100 metrdan so'ng shu oxirgi chegaradagi choyxona ekan. Ya'ni ruslarning lageri. Mana Bog'dod, Qo'qon, Rishton atrof joyda mana shu Sariqo'rg'on atrof hududlari mana shu joylarga kelib dam olib ketsalaring haqiqiy chiroyli ham mana shu Cho'g'ara qishlog'ini ozgina bo'lsa ham mana shu rivojlanishga hissa qo'shgan bo'lamiz. Ajoyib chiroyli joylar. Shu joylar rivojlansa, gullab yashnasa, albatta hammamizga foydali. Endi bu joyga o'tish uchun Rishton postdan o'tiladi. Rishton post bemalol post qolgan qadamlarga qaraganda yarim soat, 1 soat oraverasida o'tsa bo'ladi. Ba'zida 5 minutda o'tsa bo'ladi. Shu bitta postdan o'tiladi. Lokatsiya Cho'g'ara qishlog'i urug'i to'g'ri yerga olib keladi. Qolgan boshqa post yo'q. Ya'ni hamma joy bemalol. Asha Rishton tumanidan где-то bir 22 kilometrcha chiqadi shu joylar. Asosiy yo'lda bo'yda joylashgan. Biz hozir juda nima deydi, atroflarga obzorini qilamiz. Bitta asosiy tabiatiga e'tibor qaratasizlar. Bu yer o'sha choyxona kelib dam oladigan xolislarning o'zlari qilib beradi, xarajatlari bor yoki bo'lmasam o'zlaring bir nima deydi, xarajat qilsang qilsang ham bo'laveradi yoki bo'lmasam shu yerda o'zlari tayyorlab berishadi. Cho'lg'ara haqiqiy asl oq suv ichgan guruchlardan shu yerda palov tayyorlab berishadi. Bundan tashqari do'stlar, mana bu joyning fishkasiga nazoratda qaratinglar. Mana bu oq suv deyiladi. Soyda o'rni. Juda chiroyli joylar. Biz aytaylik, mana shu joyga ishqoz bo'lib keldik, gapni ochig'i. Bitta e'tibor qaratasizlar. Hozir o'tirgan joyimizdan ko'rsatamiz. Mana bu Qirg'iziston hududi, mana shu to'g'ri tomonlar. Mana joylar O'zbekistonga qarashli hududlar, ya'ni Cho'g'ara qishlog'i. Maza qilib, oq suvlarda cho'milib, mazadan olib ketadigan joylar ekan. Bu binolarimiz o'sha eski, o'sha esir davrida qurilgan binolar. Oldi tomonda joylar bor. Joylari o'ta salqin, shinam hisoblanadi. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Inshaalloh bemalol kelib murojaat qilaverasizlar. Mana shu taraflarimiz mana oldi joylari, shu xonamizda ichkarida xonalari ham bor. Orqa tomonda so'rlar bemalol kelib murojaat qilaverasizlar. Cho'g'ara qishlog'i Yigitpirim. Xo'p, endi ana bu tomonda tapchalari, so'ralar ko'p bo'lsa ekan, telefon orqali bog'lanib kelaverasizlar. Bu joy ham ziyoratgoh, ham sayohat qiladigan joy. Bo'lsalaring o'sha qadimda emas, endi o'sha eski yo'llar bemalol bo'lgan paytda o'g'il farzand tilagani keladigan insonlar albatta mana shu joylarga kelib qo'chqor so'yib, niyat qilib o'g'il farzand tilab ketishgan. O'sha o'g'il farzand ko'rgandan so'ng o'sha mana sochiga kokil qo'yiladi, kokil qo'yishib shu yerlarda niyat qilib ketishgan. Ya'ni Yigitpirim yigitlari pira joylashgan hudud hisoblanadi. Buni 40 yoshdan oshgan kattalar, o'sha esir davrda yashagan odamlar juda yaxshi biladi bu joylarni. Juda katta sayyoh bo'lgan. Endi bu hududlar keyinchalik o'sha chegaralar bo'lingandan so'ng bu joylarcha nima deydi, shu chiroylari sal boshqacha bo'lib qoldi, lekin o'sha paytda ko'p dam oluvchilar mana shu joylarga kelishardi. Bu yerda qirg'iz birodarlarimiz ham kelib dam olishadi.
O'zbekistonliklar ham, ya'ni bu yerda aholi tinch totuv maza qilib shu yerlarda xorij chiqarishadi. Xo'p, mana bu yerda suvlarimiz bor. Inshaalloh sekin-sekin suvlarni ko'paytirishadi. Atrof shunaqa salqin joyda mana bu yerda mana onaxonlar o'tirishdi. Assalomu alaykum. Mana o'tirishdi. Xo'p, biz mana bu yerga joylashdik, xudo xolasa. Yo'q, hormaylar. Xo'p, oshbosh o'ramiz bo'lmasa? Xudo xolasa, osh go'sht olib keldik. Shu tarvuzimiz parod qilibdi-yu. Hammaydi. Ana shu yerda mo'jazning so'riga o'tirdik. Inshaalloh mana bu yerda ham qirg'iz sog'alarimiz bor ekan. Yaxshi dam olyapsizlarmi? Mayli, mana shu yerda avtor qilyapti turdik. Joylar o'ta zo'r ekan-a? Ko'p kelasizlarmi bu joyga? Chetlimi? Bakam mesni şeydi. Mesni, ha. Hoji akalar. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Ha. Biz endi bu yerga kelishimiz juda chiroyli. Biz Bag'doddan. Bag'dod tumanidan. Ha. Hoji, qani hoji bo'l shu joylar fayz o'tibdi, duo qilib bering. Hoji aka duo qiling. Amin. Salatu ve salatu Allah Resulüne Muhammed'im Allahümme salli aleyhi. Allah Teala perverdigar şehitde oturganlardan Amin. Var maksatlarını Kudret Teala dergâhında kabul kılsın. Amanda, esende olunuzda, bana çıkaranızda, Türk olunuzda, yurtumuz vermeden, Özbekistan, Kırgızistan, Aşağı yaşatacak. Amin. Buna maksatlar rahmet gelsin. Rahmet sizge. Dostumuz ebadi olsun ilahim. Salamat boylar. Bağdat'tan geldiniz mi? Bağdat'tan nereden baktın? Serova'dan. Kadamda şarın ardıgırlar kengesin töragası fakir uğrayan verdi. Bu inşallah. Akıbette işte o. Ha, hacı Prezident savurunlagan adamı. Ne yaşasın. Allah razı olsun. Rahmet. Yamanға o'tding o'tirib, atrof kim? Bo'ldi. Ismim Ma'rufjon. Toshkentda chiroq nima qilib reklama qilib rivojlantirdik endi bu joylarga. Serovada. Ikkinchi Parij. O'sha. Bo'ldi, rahmat hoji bu. Qirg'iz netonlari bu qo'rsoqlar, ha? Xudo xolasa. Bo'ldi. Mana. Alloh razı olsun. Shunday chiroq to'kinda asramasizlar. Bismillah. Ana shunday mana. Rizqimiz borgan shu yerga kelib o'tiribmiz ekan. Rahmat. Hoji yaxshi bo'lmaylar. Iloyim mana shu yigit primlarni ham olamiz. Bu chiroq joy bo'lgan deydi. Esirpetda, nima petda. Haligi nima deydi? O'g'il farzandli deganlar kelib, yaxshi bo'lgan joylar deydi endi. Ha, qabristonlar bor, ha? Mozori bor. Ha, Xudo xolasa. Nima, ilgari Toshkentdan beri odam keladi bu yerga. Kelishar aziz joylarida bu joylar. Ko'kilni qo'yishib, nima qilishar? Eslaymiz buni. O'g'il beradi. Shunaqa joy aziz joylarda endi. Ayyash. Losi shetlarni rivojlantirib, kuchaytirib qilamiz endi reklama qilib. Salomat bo'linglar, reklama qilib. Charchamanglar, hop. Xudo xolasa. Mana qirg'iz tog'larimizdan duoni oldik, ilohim. Mana shunday joylarda kelib dam olib ketsa bo'ladigan joylar. Nima bo'ldi? Mana bolalarimiz soyda boshlashib mana shu kechalar bilan mana dam olgan keldik, ha? Mazza joylarmikan? Dilbek tosh o'tyapsanmi yana? Mana shu cho'g'at o'ylarimiz bor. Xudo xolasa shu yerda mana chiroyli qilib oshlarimizni qilamiz, haqiqiy cho'ng'ora guruchlariga. Bu cho'ng'ora guruchlarini ves respublika bo'lsa kerak bu. Xudo xolasa mana tabiat qo'ynida cho'ng'ora guruchlarga bitta osh qilamiz, cho'tka qilib. Do'stlar, o'ta boshqacha manzarada. Ana tabiat qo'ynida. Shohona narsa kerak emas, haqiqiy joylaricha maza qilib dam olgan joylar ekan. Atrof o'ta shkarmiz. Maza joylar, do'stlar. Inshaalloh boshlaymiz hozir mana.
Do'stlar, cho'ng'ara guruchiga oshni damladik. Suvni ko'proq kuyish kerak cho'ng'ara guruchiga. Chunki eski guruch suvni zo'r tortadi. Ko'rsatdim. Suvni ko'proq kuyish kerak. Oshni ham bitta ko'rasizlar, boshning gapi yo'q osh bilan. Haqiqiy mana cho'ng'ara guruchi mana shunday bo'ladi. Hali dam yegan yo'q, endi dam yedirtirsak, xudo xolasa. Bunday qotib ketadi. Mana shunday. Mana shu oq suvlarda suv shishgan guruchdan bo'lyapti endi oshimiz. Inshaalloh mana. Odamlab qo'yamiz, bo'ldi shu bilan. Do'stlar, ketdagina mana oshimizga. Mana yoqimizda ha. Hani bolalar u berkashani sakaz bo'libdi-ku. Ha, kelma mehmonga. Do'stlar, keyin bu joyimizda yotib qolish uchun ham sharoitlar bor. O'sha obeddan kelib, bitta choyni ichib, oshni yeb, damni olib uxlab, ertalab yoki keyingi yana 2-3 kun qolib dam olib ketishing mumkin. Qolish uchun sharoitlar bor. Xolasalaring so'ralarda, xolasalaring uylar bor. Uylarda qolish sharoitlar bor. Hamma ko'rib o'tirish hamma berilar ekan. Qisqasi, joylaricha yaxshi bir dam oladigan joyimiz. Ya'ni ham sayohat, ham ziyorat bo'ladi bu joyga kelsalar. Do'stlar, bu joyda mana shu Cho'ng'ara qishlog'idagi choyxonamiz haqida yana bitta ma'lumot aytib ketishim kerak. Bu yerga xohlasalaring, o'zlaring xarajat olib kelishlaring mumkin. Yoki bo'lsam shu yerda o'zida ham choyxona tarzida shu yerda o'zida xohlagan ovqatlarni tayyorlab berishadi. Asosan bu yerga o'sha oshxo'rlar keladi palov yeyish uchun. Hozir ma'lumot oldimlardan. Mana shu joyda o'ziga telefon qilib oldindan buyurtma bersalaring, mana shu manzarani shu joyda o'ziga 1 kilo oshimiz 270 mingdan to'g'ri kelar ekan. 1 kilo oshimiz. Olasiz qo'y go'shtiga olasiz. Oddiy yoqqan tayyorlab beradi. Buyurtmaga qarab kimga qanday ketadi. Vaziyatga qarab buyurtma beraverasizlar. 370 ming ichiga kiradi. 4 ta noni, salati, non choyi bilan beradi. Bu joy haqisi tekin. Ya'ni siz buyurtma qilasiz. Shu 1 kilo oshga biz ketyapmiz deysizlar, telefon qilib, shu bilan kelib bu yerda o'sha aytgan buyurtmani tayyorlab beradi. Agar alohida o'zlaring xarajat qilib keladigan bo'lsalaring, bu yerda joy haqiga alohida pul olinadi. Bu yerda endi joy haqi qimmat emas, o'zlaring kelishi bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Shunaqa joy Sarqo'rg'onda, mana Sarqo'rg'on ketadigan soy ekanmiz. Cho'ng'ara qishlog'ida o'tib ketar ekan. Xo'p do'stlar, mana shunday ma'lumot. Xudo xolasa mana biz ham rizqimiz ko'rdik ekan, chiroyli oshlarni qilib yedik. Duolar qildik, ilohim mana shu yerda aytgan yigit firmni o'zi yigitlarni qo'llab-quvvatlasin ilohim. Shunday ma'lumot do'stlar. Juda salqin, mazza o'tiradigan joylar ekan qisqasi. Dam olib ketadigan joylar. Mana bu soylarga atrofda baho berib qo'yasizlar. Atrof soy mazza qilib. Bu yerda bolalarimiz bor ekan, cho'miladigan joylar. Cho'milib ketsalar ham bo'lar ekan. Zo'r joylar mana.